Ey hammaga salom, birinchidan yana men sizlar bilan o'sha Islombek gaming do'stlar. Do'stlar, bu videoda sizlar bilan birgalikda Minecraft sirlarini sizlarga o'rgataman. Bundan do'stlar, videoga birdaniga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Unda biz videoni boshladik. Mana do'stlar, ko'rib turishingizcha narsalar bor. Ajdar oziq qiladi. Ochiladi, sizlar og'zingizda ochib qo'yinglar, ochiladi. Bunga ham shu. Ikkita bo'lib qo'yasiz, bitta любойga. Ajdari boshini qo'yib turib, keyin pastiga mana knopkachini qo'yib qo'yasiz, bu oziq qilib qo'yasiz. Keyin ikkinchisi. Mana bu kiyimni rangli qilish. Mana do'stlar, kompyuterda bo'lib qoldi, ko'rasizlar. O'xshagan deriga shunisidan. Hop, keyin bitta kiyimni olamiz. Hop. Keyin bitta rang olish kerak. Bitta rang. Haliga bitta ranglar orasida suvga birinchi rang berasiz. Kiyimlarni bo'ldi, ichida suv qolib qoladi. Ustiga kiyaverasizlar keyin. Qo'yib turib. Kiyaverasiz. Bunu kiyerken. Kim bu? Taşıyor burası. Bakalım. Slagi ma. Ana kimse böyle. Aşkı. Ana taşıyor burası. Hop hop. Gel. Gel bununla. Kontrol işte. Onun tahtalarında altının gibi bitti sabze bir şeylik yedi. Sabzeni yediraz. Sabzeni birazla. Ne bu urgandı. Bakak. İşte istemez o derece. Ana kabırsayla ana sabzeni şakka var. Öyle mi? Keyingisi işine xudo shunaqa qilasizlar. Bunday qilasizlar, ustida o'tirasizlar. Qaranglar. Chiqaverasizlar. Yuricha chiqish kerak. Urardi pastda. Yuricha chiqish kerak. Bunga bosavermi? Mana yuricha chiqdi, ko'ringlar. Keyin 3 ta nuqtani bosasizlar. Mana. Mana bosasizlar. Mana. 3 ta nuqta bor. Qarasanglar. 3 ta nuqtani bosasizlar-da. Bosib, mana bosasizlar. Keyin narsalar yo'qolib qolishi mumkin. Shuning ustiga tushasizlar-da. Keyin bunga mana sandiqqa qo'yib qo'yasizlar. Mana ko'ringlarmi sandiq? Aylanib qo'yadi qaranglar. Ustiga o'tirasizlar, 390 to'sanglar, narsalarni ham qo'yasizlar. Ketdinglar. Shunaqa ketasizlar. Oxirgisi buni ham xuddi eshikdek qilamiz. Mana. Bu ot.
to'qimi o'tiradigan narsasi ili suyaklarga kiyim. Agar kiyim bo'lmasa ishonasizlar o'tirmaydi. Mamlakat narsa bo'lmasa. Bu yo'qolek chiqdi. Bo'ldi mana. Bundan ham yurishi chiqish kerak. Buni tezroq o'rgatish uchun nima qildingizlar? Olmay berasizlar. Shuni tezroq o'rganadi. Endi o'tirasizlar. Qaranglar. Ana ko'rdinglarmi bitta? Buni ham 3 ta nuqtadan bosasizlar, keyin ana qaranglar. Bu kiyim bilan yurmaydi bu. Ko'rasizlar? Ko'rasizlar bunga mana. Bunaqa narsa kerak. O'shanda Ko'rdinglarmi? Ko'rdinglarmi? Qanaqa ishi chiqadigan qilsalar bo'ladi. Lekin qaranglar. Sizlarga yana bitta narsa. Shu o'tiradigan narsasi bor. Bunaqa narsani yasash. Shu mana bilmayman. Lekin men bunaqa yasashni bilaman. Mana shunaqa yasash uchun bunga men ham bunaqa qo'limdagi narsani faqat mana shuni yasashni bilaman. Buning uchun ana sigirni ustidagi junni bor. Sigirni. Ana o'shani ustidan olasizlar-da 9 tacha ko'proq olsa shuncha solisizlar-da o'shanga qaraysiz. Mana hozir ko'rasiz. Bitta jo'lamiz. Ana keyin crafting table. Crafting table bor. Crafting table. Bunda qanaqadir uyda ismim. Survival o'tib oling. Do'stlar survivalda chiqish kerak. Survivalga o'tib oling. Do'stlar survivalga o'tdim. Uzr do'stlar telefon. Xullas do'stlar men yasolmadim chiqishga chiqmadi. Mana qayda deyapsiz. Mushkil. Xullas do'stlar nima qila olmadim. Hammaga xayr do'stlar, keyingi videoda ko'rishguncha kodeli 1 2 3 4 5 ta narsalarga o'rgatdim Minecraft sirlarini. Obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Sog' salomat bo'linglar.